Xo'p, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 va mana bu yerga hozir 10-si keladi. Butun portni bugun o'zimiz uchun zayn qildik. Sababi qaranglar, orqada terilib turgan chiroyli texnikalarni 10 ta texnika bugun xudo xolasa Qozog'iston bilan Qirg'izistonga chiqib ketyapti. Arctic Holdingsdan, Arctic Holdings logistika kompaniyasidan. Shu sababdan mana portda bizning texnikalarimizdan boshqa texnikalar yo'q. Xo'p, demak bu yoqda 6 tasi Qozog'istonga, 4 tasi Qirg'iziston Respublikasiga chiqib ketayotgan texnikalar. Demak, ko'rib turganinglarda bugun 3 ta 145 talik plus Hyundai texnikalarimiz bor. Qolgani 60 talik Hyundai va bitta Volvo 60 talik texnikalarimiz ham bor. Xo'p, Arctic Holdings, Arctic logistika kompaniyasi yil oxirlayapti. Bozorlarda texnikalar chiqishni boshlagan. Juda ko'pchilik koreyslar bu paytda texnikalarini yangilashni boshlaydi. Shuning uchun harakatni qilinglar, hurmatli mijozlar, texnikalarni yangilashni harakatini bo'lsanglar, mana biz Arctic Holdings kompaniyasi xudo xolasa shunaqa chiroylilab texnikalarni terib sizlarga yetkazib beramiz. Hozirda yetkazib berish muddati 1 oy, ya'ni 30 kun plus minus kunda bo'ladi. Sababi qish kelgan, qorlar yog'ib, yo'lda biroz tirbandliklar paydo bo'lib qolyapti. Arctic Holdings kompaniyasi, Arctic logistika kompaniyasi eng ishonchli logistika kompaniyalaridan bittasi. Quyida telefon raqamlarini qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar.